Mana shu yerda urug'lik deb qoldirdik. Lekin bularda urug'likdan hozir ularni elita sortni topshirib yubordik elevatoriga. Uni qoldirdik. Sababi urug'likni sal kechroq urishimiz kerak. Shuning uchun turibdi ana. Sort 85 sentrdan berilgan sher o'rtacha hosildorlik elita sortimiz. Mana bu yerda hozir ko'rsataman. Bu yerda boshqa sortimiz. Mana bu yerda sortimiz har joyda mana 3 gektar 4 gektardan urug'lik qoldiryapmiz. Mana ko'ryapsizlar. Buğdaydi. Yaxshi elitni sort buğdaylarimiz. Shuni qoldirdik. Hamma joyda urib boryapmiz mana. Shu qo'llarda hamma joyda urib kelib hop. Mana hozir mana shu maydonda 5 xil sortimiz bor. 5 xil 200 gektar maydon. Rovno 200 gektar maydonda 10 gektardan 15 gektardan qoldiryapmiz urug'lik uchun. O'zimizdan keyin urug'likni sal kechroq urish kerak. Hozir urib bo'lmaydi. Marhamat. Mana ko'ryapsizlar. Yana bir marta ko'rsataman mana. Buğday bu.